25 afg'on ekan Afg'onistonning puliga mana shunaqa kartoshkalar. 25 afg'on. 5 ming so'm? 5 ming so'm bo'ladi 1 kilosi. Piyoz qanchami? Buni ham 25 afg'on. 5 ming so'm ekan bu ham piyoz ham. Mana bu yer ham bozor. Bu yer Afg'onistonda Sho'rtepa tomoni Bozoriq qishlog'idagi juma yakshanba kuni bo'lib o'tadigan bozor. Bu yerdagi narx-navolarni ko'ramiz. Narx-navo hammasi bilan birma-bir tanishib o'tamiz inshaalloh. Mana bu yerda do'kondor akamiz ham bor ekan. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Bir ko'rishib o'tadimi? Tayyorsanmi, xayrmi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xayr bo'lmisiz? Akajon ismingiz nima? Bir tanishtirib o'tsangiz. Muhammad Kozim. Ha, Muhammad Kozim. Bu qishloqning nomi nima? Nima bozor? Ulsvorish Sho'rtepa Qariy bozori. Ha, Bozoriq qishlog'i, ha? Qariy bozor qishloq deyaptilar. Bu qachon bo'lib o'tadi bu bozorlar? Bu bozorlar dushanba, uni payshanba. Dushanba va payshanba kun bozor bo'ladi bu yerda. Ha, bizlarni shu narx-navolar bilan bir tanishtirsangiz. Bizlarni shu narx-navolar bilan bir tanishtirib o'tsangiz, nimalar bor? Qaysini so'rasangiz narxlarini aytib beraman. Nima sotasiz, nima sotmaysiz, hammasini birma-bir do'kondagi narx-navolar. Mana bu yerda ko'rganingizdek hamma narsa bor ekan, hamma narsa munazzam. Mana ko'rganingizdek, birinchi nimadan boshlasak ekan bu? Ana har soat. Bu soat, ha? Bu soat. Bu soat narxi qancha bu? Bu narxi Afg'oniston pulida 400. 400 afg'on, ha? Mana shunaqa soatlar. 80 ming so'm ekan, O'zbekiston so'miga 80 ming so'm. 400 afg'on, ha? Bali. Bular suv idishlar, ha? Ular suv idishlari. Bular qanchadan bu bir donasi? Bular bir donasi 25 rupiya. 25 afg'oni. Ha. 5 ming so'm bo'ladi O'zbekiston so'miga. Keyin bir teprak bor ekan. Tepraklar qanchadan bu bir donasi? Tepraklarning katta kichisi 120 rupiya, o'rda kichisi bor 30 rupiya. 120 afg'oni qancha bo'ladi so'miga? 24 ming so'm. 24 ming so'm bo'lar ekan O'zbek so'miga. Mana keyin mana bu nima deydi buni nomini? Bizda pakka deydi. Ha, pakka. Mana shu yerda, mana bu yerda mana. Nimadan quyoshdan olinadi. Quyosh penarda aylantiradi bu. Buni qanchasi bu? Bu mashina bilan olsa 200 bo'lmasa 30 rupiya o'zi. Ha, apparati bilan birga 200 afg'oni ekan. 240 ming so'm, 40 ming so'm bo'lar ekan. Keyin bu yerlarda nima bor ekan? Mana bu nonga ana qiladi, xamirga. Bular qancha bu? Bular 50 rupiya. 50 afg'oni. 10 ming so'm ekan. O'z so'mga hisoblasak. Mana bular ham nimaga sho'rba solib ichadilar, ha? Bo'ladi. Mana bu yerda boshqa bir raqam ham bor. Ha, bular qancha narxi? Bular 40 rupiya, bular 50 rupiya. Bu 50 afg'oni, bu 40 afg'oni. 50 afg'oni qancha bo'ladi? 10 ming so'm. Mana bu 8 ming, bu 10 ming so'm ekan. Mana bu ham 8 ming so'm ekan. O'zbek so'miga agar hisoblasak. Bu do'kon Banjora do'kon bu. Hamma narsa bor ekan, ha, bu do'konda. To'y narsadan. To'y narsalari. To'yga savdo oladiganlar mana shu yerdan kelib olar ekan. Yeyish ichishga u narsalar sotmaydigan, faqat to'yga kerakli yarog'lar bor ekan, hamma narsalar. To'yniki. Mana bu shampun bu nima bu? Bu shampun. Bu qancha afg'oni bu? O 70 rupiya. Mana bu 80 rupiya, bu 140 rupiya. Bu 70 afg'oni ekan mana. 70. Ha. 14 ming so'm. So'mga qayerdan kelgan va qayerning shampuni bu? Bu Hirot Afg'oniston, ha? Afg'oniston o'z ichida ishlab chiqarilar ekan. Bu ham Afg'onistonda ishlab chiqarilganmi? Ammo yozilishi Turkiya, bilmayman nega shu. Ha, bu Turkiyaning moli ekan. Bu qancha? 80 afg'onmi? 80 afg'on. 80 afg'on. 16 ming so'm bo'lar ekan. Bular? Ular 140. 140 afg'oni. Qayerda ishlab chiqarilgan bu? Bilmaysizmi? Bu Turkiya bo'ladimi? Turkiya yerali masalan. 28 ming so'm. 28 ming so'm ekan so'mga. Boshqa nimalar bor ekan? Mana ko'rganingizdek. Bu tovoqlar qancha bular? Ular 180 rupiya kichikda. Shu 6 dona sotilar ekan. 6 donasi 180. 6 dona ekan. 36 ming so'm. 6 donasi 180 afg'oni. 280. Bu 280 mi? Kattakani ekan, ha? Bu bak kattasi bu. Bu. Ha. 280 afg'oni. Ha? 56 ming so'm ekan mana bu. Bular esa
kiyim osib qo'yadigan ha. Bular qanchadan bu? Ular 40 rupiya. Bular ham 40 afg'onidan ekan bir donasi. 8000 so'm. O'zbekiston so'miga 8000 so'm bo'lar ekan. Boshqa nimalar bor ekan bu yerda? O'zbekistonda ham Stakanlar, piyola, Toshkent piyolasi. Toshkentmi, Samarqand. Mana piyolalar. Bular qanchadan bir donasi? Ular 25 rupiya. 25 afg'oni. 5000 so'm ekan mana shu. Mana shu 5000 so'm Bu da piyola. mana bu da 5000 so'm. Mana bu 40 rupiya. Ha, oqi ham bor ekan mana bu yerda, oq. Mana bu ham 5000 so'm ekan, oq. 8000 so'm. Mana bu ham 8000 Bu so'm. da 8 ha. Ha, bu mu 8? 8000 so'm ekan mana bunisi. Ha, bu 8000 so'm ekan, bo'ldi. Mana cheynagan bor endi. Choynak qancha buni? Cheynak 250. 250 afg'on ekan mana shu choynak. 50000 so'm. 50000 so'm. O'zbek so'miga. Keyin boshqa nimalar bor? Ularni qanchadan bu suv ana ular? Ular 500. 500 afg'on ha? 350. Kattasini hisoblaylik 500 afg'oni. Suv qo'ygan Ha, 100,000 so'm. 100,000 so'm ekan mana bular. 100,000 so'mdan. Keyin mana bu yer tarmuzlar ham bor, ha, tarmuz. Tarmuzim 3-4 raqam bor. Bir da asta-asta ayting, bu mana shu tarmuz qancha bu masalan? Bu 280. Qancha litr suv oladi bu? Bu 3 litr. 3 litr suv. 56000 so'm ekan. Bular aynı son yanında. İkisi ham bir xil, ha? Bular 280 rupiya. Ama Bu- bu nikel bu Ha, farqlar ekan. Temir ekan. Temir, mana bu plastik. Bu 280 avana. Ha, Bu 280 qancha bo'ladi? 56000 so'm. Bu tarmuzlar qanchadan bu? Bular 280. Bular ham 280 afg'ondan ekan Mana tarmuzlar. Toza chiqqan 400. Ha, bular 400 afg'ondan. Yangi chiqqan ekan. Yangi chiqqan. 80000 so'm. Bular 350. 350 afg'on mana bunisi ham. Ko'rinishi mana shunaqa. Qancha deydi shuna? 200? 350. 350 afg'oni. 70000 so'm. 70000 so'm. Mana bular qancha tuxum pishiradiganlar? Tuxum pishlar gizjiga 100 rupiya, o kattasi 130 rupiya. Mana kichkinasi 100 afg'on ekan, 20000 so'm. Kattasi 26000 so'm mana shuna. Bu yerda kampanlar ham bor ekan. Mana nima deydi kampanlarni? Kampanlar 1350. 1350 afg'on ekan. 1350 4 afg'on. kiloluk. 70000 so'm. 270 so'm. 4 kiloluk. Mana shunaqa narx-navolar. Bular esa uylarga osib qo'yadiganlar, ha? Uyga osib qo'yadilar. Bular qanchadan bu? Bular 250. 250 afg'on ekan bir donasi. 50000 so'm. 50000 so'm. 50000 so'm. Mana bu yerda ham bor ekan bitta oyna. Bu oyna qancha ekan? Oyni 130. 130 afg'oni, ha. 130 afg'on hisoblanadi? Ha, mana bu yerda oyna, kichkina oyna bor ekan. 130 afg'on ekan mana shu oynalar. 26000 so'm. Bular qancha ekan? Hammasi bir sotiladimi? Mana bu 600 afg'on ekan. Afg'onistonning puliga qancha? Ha? 120,000 so'm ekan. 600 afg'oni mana shu. Hamma narsasi birga sotilar ekan mana shunaqa. Mana shunaqa narx-navolar. Keyin bu piyolalar qancha bu? 6 donasi? Bu piyolalar mana bu 150 rupiya. Hozir 150 ni hisoblab ko'raylik. 150 rupiya. 30000 so'm. Bular Mana bu 120 rupiya. bu 120 afg'on, ha? Ichida go'rnan yo'qmi? Ama go'rgan ham Shunda mana bu 24000 so'm ekan. 6 donasi. 6 donasi. Shunaqa piyola. Ha. Bo'ldi, rahmat. Mana bu anjistini. Ol 180. Bu 180 afg'oni. Bu biroz yaxshiroq. Yaxshiroq. Guli bormi? Guli bor. 36000 so'm ekan bu. 36000. 6 dona bor ichida. Ha. Mana shunaqa narx-navolar. Bular nima keyin? Bu avkash. Mana bular Hava bular 130 rupiya taxtasi bilan. 130 afg'on ekan, ichida 6 dona bor ekan. 26000 so'm ekan mana bu ham. Mana shunaqa. Ha, kiyim tikadigan apparat ham bor ekan bu yerda. Bular qancha bu? Ular 3,5 ming. 3500 afg'on. 500 mana bunisi bila oshoq. Qayerda mol bu? Qayerda ishlab O chiqqan? Hind. 700,000 so'm. 700,000 so'm ekan mana shu kiyim tikadigan apparat. 3500 afg'on. 3500 afg'on, Afg'oniston puliga, O'zbek so'miga 700,000. Tag'am bor mana bu yerda. Qani yastiqlarni ham bir ko'rsatingchi. Xola. Bular mana Bu nimaga ishlatadilar buni? buni mana yostiqdini.
Ha, yostiqnikimi? Yostiqqa qo'sh ekan. Bu kattasi va bu kichkinasi. Afg'oniston o'zida ishlab chiqariladi, Afg'oniston to'qiladi bu. Qancha buni bir donasi? Necha metr bu? Bu bo'lsa 60, bo'lsa 40 kelarda. Ha, uzunligi 60, eni 40 ekan. 250, bu 150. Bu 250 afg'oni mana ko'rganingizdek juda yaxshi. 50 ming so'm bu. Bu 150. Bu 150 afg'on ekan. Qancha? 30 ming so'm. Bu ham 30 ming so'm ekan. So'mga hisoblaganda. O'zlari to'qib chiqar ekan. Qishloqni o'zida to'qib chiqariladi mana shunaqa apparatlar. Mana gilamlar. Gilam desam yostiqni po'shi, yostiqqa tikiladi bular. Dasturxon oldingmi? Dasturxon. Bu dasturxon metrali sotasiz, ha? Bu uchsa 100 rupiya metri. Metri 100 afg'ondan, ha? Mana bu 150, bu aslisi. Bu 100 afg'onni hisoblab ko'ringchi so'mga. 20 ming so'm. 20 ming so'm metrasi. 1 metrasi 20 ming so'm. Bu 150 metri, bu aslisi. buni 1 metrasi 150 afg'on ekan, bu eng yaxshisi ekan. 30 ming so'm. Mana shunaqa narx-navolar azizlar, ko'rganingizdek. Rahmat Kozmaga. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Yana kelamiz inshaalloh. Rahmat. Mana bu bozorni ichi. Mana shunday bozor gavjum. Hamma odamlar hozir bozorda. O'sha savdo sotiq kelganlar odamlar. Inshaalloh yana guruch yo'q, hammasini narxini ko'rsatamiz. Afg'onistondagi narx-navolarni. Mana bizga yordam qilayotgan Kozim akamiz. Shu qishloqning o'zidan bo'ladi, Muhammad Kozim akamiz. Bizga yordam qiladi inshaalloh. Savdolarga, narx-navolarni hammasini ko'rsatadi birma-bir. Mana bozorning ichi bozor katta, gavjum. Kechalni chekash kuludi. Kechalni achib bekliyor. 25 rupiya. 50 ga qo'ydi. Hova. 10 ming so'm ekan hamida. Badrgan bormi? Mana bodringlar ham bor ekan. Bodring 40 afg'on ekan. Ha, 40 afg'on. 8 ming so'm ekan. O'tim xulosa aytdim. Mana bular ham o'tni yo'qoladigan dori ekan bu. Bug'doyga o'tlar xulosa hamma narsaga sepiladi mana shunday. Bu narx qancha bu? 450 afg'on ekan Afg'oniston puliga. 90 ming so'm bo'ladi. O'zbek so'miga hisoblaganda. Katta kichik ham bormi? Bir shunday. Kattasi ham bor. Boshqasida haydab qoladi, mana bular kattasi. Kattasi qancha bu? Kattasi 850. 850 afg'oni. Ha. 850 afg'on ekan mana shu. Yarim kilo yo'qmi? 1 kilo. 1 litr. 1 litr. 1 litr mimi? Ha, 1 litr. 1 litr ekan qancha? 170 ming so'm. 170 ming so'm ekan. O't dori deymiz buni. O't dori mana shunaqa sepiladi bug'doylarga, shu xulosa. O'sha o't chiqaradigan joylarga sepiladi yerlarga. Tashakkurlar razı olsun. Mana bu akamiz ham sotar ekan, bu bozor qishloqdan bo'ladi akalarimiz. Mana bu ham bozor qishloqni odamlar bu yer chekka qishloq, yakshanba kuni bo'lib o'tadigan bozorlar bu yer. Dushanba kunmi? Dushanba bozor der ekan. Yakshanba, dushanba bozor deymiz bu yerni. Bozor deymiz. Mana bu ham katta do'kon ekan. Assalomu alaykum. Bu yerda ham do'kon narxlari katta magazin ekan. Hozir hammasini birma-bir so'rab chiqamiz. Ko'rib kelan beyjan. Qo'lim nima mana shular? Lobiya. Bu lobiya. Bu lobiyaning kilosi qancha bu? 120 afg'on ekan, Afg'oniston puliga hisoblaganda. 1 kilosi 24 ming so'm o'zbek so'miga. Bular oqlo'lar, ha? Ham oqlo'lar, dehqonchilik lobiyalari bu. Bular qancha ekan? 110. 110 afg'oni. Afg'oniston puliga. 22 ming so'm. 22 ming so'm bo'ladi. Bular nima deydi? Mashdami? Mosh deymiz buni. Mosh kichik ham ko'p qilinadi buni. Qancha ka bo'ldi? 100 rupiya. Bu ham 100 afg'on ekan Afg'oniston puliga. 20 ming so'm 1 kilosi. Bu zerdaning haqdami? Qo'lim. Bu 70 rupiya qo'lim. Ha, 70 afg'oni Afg'oniston puliga hisoblaganda 14 ming so'm. 14 ming so'm bo'ladi. Bu ham bodamdami? Bodam 200. 200 afg'oni. 1 kilosi, ha? 1 kilosi. 40 ming so'm. 40 ming so'm ekan.
O'zbek so'miga hisoblaganda 40 ming so'm ekan. Boshqa nima mana bu yerda choy bor ekan. Bu choy nening choyi bu? Choy. Ning ka bu? Hindiya, Hindiston. Hind choy ekan. 1 kilosi qancha bu? 1 kilosi 450. 450 afg'on ekan. Afg'oniston puliga. 90 ming so'm. Bular nima? Pomidor qoqi, rup ovqatlarga solinadi ko'pincha. Qancha kam bu narxi? 50 rupiya. Bu ham 50 afg'on ekan. Afg'oniston puliga 10 ming so'm. So'mga hisoblaganda. Boshqa birinchi neda shu birinchi? Birinchi. Pakistani birinchi. Bu Pokiston birinchidami bu? Bu kilosi qanchami? 90 rupiya. 1 kilosi 90 afg'on ekan, Pokiston birinchi ekan. 18 ming so'm. Mana bu charma. Bu nimaki bu? O'tining. Bu sayrak sotiladi. Bu yo nening birinchi bu? Vatan. Ha, dehqonchilik ha? Dehqonchilik. 1 kilosini ayting, kilosini aytsangiz bo'ladi. Kilosi 60 rupiya. Bu 60 afg'on ekan, dehqonchilik guruchlari. 1 kilosi 12 ming so'm. So'mga hisoblaganda mana. Shunaqa narx-navolar. Mana bu yerda badam bor ekan. Nima xo'z? Ular qancha ka bu? Necha mingdan? 200 afg'on ha, 1 kilosi. 40 ming so'm. 40 ming so'm. Xo'z. Bizda xo'z deyiladi Afg'onistonda narx-navolar. Shunaqa boshqa nima bor ekan? Tuz. Bu nima ka bu? Cheklet. Bu chekli shirinlik. Mana bu tuz. Tuz qanaqa bu? Kilolikmi? Ha. Kilosi qancha? 1 kilosini hisoblab ko'ring. 3,5 ming so'm. 3500 so'm ekan. So'mga hisoblaganda. Mana bular nima ekan mana bu qizillar? Murabbo. Mana bular ham murabbo. Bu kichik katta qancha shu? 80 afg'on ekan. 16 ming so'm so'mga hisoblaganda. Mana bu yerda yog' amalan tayyorlab. Ha, bular amalat yog'lar. Mana bu yog' qancha litr bu? 3 litr. Bu qayerdan kelgan bu yog'lar? Indoneziya? Indoneziya yog'i ekan, 3 litr yog'. Narx qancha bu? 350 afg'on ekan. Afg'oniston. 70 ming so'm, 3 litr yog'. Bu ham 490 afg'on, paxta yog'i mana. 98 ming so'm, 5 litr yog'. Mana shunaqa yog'ni. Bular ho, O'zbekistonga. O'zbekistonning moli ekan bu, yog' O'zbekistondan kelgan 5 litr. Qancha ming so'm dedingiz? 98 ming so'm, 5 litr. Ham qatiq ko'rganimizdek, most. Bak, most pakizi bu neydan chiqqan ka bu? Afg'oniston o'zida ishlab chiqariladi, qatiqlar bular. 25 ming so'm ha? Yo'q, 25 ming so'mda. 5 ming so'm bo'ladi. 5 ming so'm. 6 ming so'm ekan. 6 ming so'm. Ha, 6 ming so'm bo'lar ekan mana O'zbekiston so'miga hisoblaganda. Gram yozmab turmi? Rahmat qo'ydi. Mana bu qatiqlar narxi, mana bu yerda ham bu nima tovuq yo'ndan bu? Idish yuvadigan zarb sho'y deymiz bizda. Bular qanchami bir danaga? 40 afg'on ekan, Afg'onistonning puliga. 8 ming so'm. O'zbek so'miga hisoblaganda 8 ming so'm bo'lar ekan. Mana shunaqa narx-navolar sizlar. Yana ham inshaalloh qanaqa narsalar, qanaqa savdolarga qiziqasizlar, narx-navolarni aytinglar, yana video olamiz inshaalloh. Nima? Ha. Savdolar aytdim, anchadan keldi. Bu ham mana sabun. Savdo 20 afg'on ekan. Bu 4 ming so'm ha? 4 ming so'm ekan. 4 ming so'm. Bu 6 ming. Bu 6 ming so'm. Biroz katta ekan. Mana shunaqa sabunlar. Ichidagi movodlari ham farqlar ekan. Bu ikkisi farqlar ekan. Mana bu ham keyin 20 ming, qancha bu 20 afg'on ha? 4 ming so'm bular ham. Mana bu yerda sabzilar ham bor. Kashin kilosi qancha kam? 25 afg'on ha? Sabzi 5 ming so'm. Mana sabzilar 5 ming so'mdan ekan 1 kilosi. Bir donasi 20 afg'on, 4 ming so'm. Bular ham 4 ming so'm bir donasi. Limon so'ra, limon. Qaram, limon qancha kam kilosi? Limon kilosi 150. 150 afg'on ekan 1 kilosi. 30 ming so'm bo'ladi, so'mga hisoblaganda. Keyin boshqa mana bu kaducha, ha? Kaducha 20 afg'ondir tana. Havo. 1 kilosi 10 afg'on ekan. Qancha?
2000 so'm, katta kichkina hammasi 1 kilo. 1 kilosi 10 afg'oni, uni 2000 so'm. So'mga hisoblaganda. Mana bu ham bozorni ichi. Mana shunaqa bozor.